Assalomu alaykum aziz obunachilar, hamma yaxshimi, sog' salomatmi? Aziz obunachilar, sizlarga har doimgidek yangilik qilishda davom etyapmiz. Mana shu bir oydan beri yangilik qilganmiz nima? Uyda chornisi, ya'ni nulovkasini sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz aziz obunachilar. Buni ko'rsatishdan maqsad nima? Uyda chiroyiga qanchalar chiroyli qiladi uyda. Chiroyiga qanchalik chiroy qo'shadi. Uyimizda ko'rkiga qancha ko'rk qo'shishini sizlarga ko'rsatish maqsadida Tinikafon ishini nulovka chornisini sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz aziz obunachilar. Mana ketdi. Chornisini ko'rasizlar, keyin bitgandan keyin yana qo'yamiz. Ketdi. Chornisi mana ketdi. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana har doimgidek nulovkani ko'rsatib o'tyapmiz sizlarga. Mana nasib bo'lsa bu Tinikafon bo'lyapti. Plastiklar buzilib Tinikafon qilyapti uyda egasi. Xudo xohlasa, mana bitgandan keyin taqdim etamiz. Mana ayvonlar. Mana bu plastiklar polni buzilib Tinikafon bo'ladi. Endi mana darvozaxona plastik bo'lgan. Plastikni buzib Tinikafon qilamiz. Xudo xohlasa ish bitgandan keyin yana ko'rsatamiz. Mana plastik. Mana shular buzilib Tinikafon bo'ladi. Ko'rasizlar uyda chiroyiga qancha chiroy qo'shishini. Mana bu yerlar nasib bo'lsa chiroyli fasonda yopiladi mana. Mana bu yerlar polni korp bo'ladi. Plastikni umri qisqaligi mana ma'lum. Tinikafon barabir. Ish bitgandan keyin ko'rasizlar, bahoni berasizlar. Uyda chiroyiga qanchalar chiroy qo'shishini ko'raverasizlar. Mana bu yerda mana bu yer korp to'xtagan joy, lekin splashni korp o'tib ketish kerak. Mana bu yerlar splashni gaziroklar. İş boshlandi nasib bo'lsa. Plastik buziladi. Plastik buziladi. Mana aziz obunachilar, chornisini ko'rib o'tdilaringiz. Endi uyda qanchalar chiroyli bo'lganini, Tinikafonimiz qanchalar chiroy qo'shganini uyimizga ko'rsatib o'tamiz. Mana aziz obunachilar, mana bu yer boya plastik edi. Plastik. Mana plastik. Plastikni buzib, mana plastiklarni ham olib qo'yaylik, buzilgan plastiklarni ham. Mana plastik, даже mana bu latoklarigacha buzib tashladik. Latok, mana bu plastik hamma narsasini buzib, uyga yangi qildik. Mana Tinikafonimiz qanchalar chiroyli bo'lgan. Ketdi. E'tibor qilamiz aziz obunachilar. Mana plastiklar buzilgan, mana plastik Tinikafon bo'lgan joy. Aziz obunachilar, mana e'tibor qilamiz. Korplarga e'tibor qilamiz. Mana ayvonimiz, mana kelamiz. Boya qanaqa ahvolda edi. Endi uyimizda chiroyiga qanchalar chiroyli bo'lganini ko'rsatib o'tamiz. Ayvonimiz boya plastik, qanaqa ahvolda edi? Mana endi Tinikafon. Aziz obunachilar, mana bu hozir 22 metrli navisimizga 3 ta plafonli trenddagi plafon joyini qo'yganmiz. Ya'ni oynali har doim konkretni chiroyli variantda bo'ladi. Endi bitta narsa, burchakka e'tibor qilamiz, ikkita burchagimizga. Mana ikkita burchagimizga. Endi u tarafdagi burchagimizga ham e'tibor qilamiz. Ayvonimizda burchagi bu. 22 metrli navisda 4 ta burchagini bir xilda chiqarganmiz. Aziz obunachilar, endi burchak
ustani mahoratini burchakda ko'ramiz. Mana bu burchakka e'tibor qilamiz aziz obunachilar. Nima uchun? Mana burchakdan chiqib liniyasi. Burchakni mana bu burchakka liniyasini to'g'rilab, korpga to'g'rilaganmiz, korpdan patologga chiqib ketgan. E'tibor qilamiz, mana liniyalar bir xil, hammasi bir xil. Endi mana bu ayvon bilan kazyurokni liniyasi bir xilda bo'lgan, aziz obunachilar. Endi bu ayvon ketdi, endi darvozaxonaga e'tibor qilamiz. Darvozaxona. O'zi kazyurok, korp, ayvon, darvozaxonamiz mana liniyasiga e'tibor qilamiz. Ya'ni burchagiga e'tibor qilamiz. Burchakka, bu burchakka e'tibor qilamiz. Endi burchakdan chiqqan liniyaga e'tibor qilamiz. Ayvonni havuziga to'g'rilanib ketgan. Azomatlar. Ko'rasizlar mana. Endi shu burchakni bu burchakka ham xuddi shu narsa joylashgan. Ya'ni darvozaxonani ham 4 ta burchagi bir xilda kelib chiqqan azomatchilar. Mana darvozaxonamiz 5,5 metrga 8,5 metrli darvoza o'rtaga tripdagi lyustra joyimizdan qo'yganmiz azomatchilar. Mana oyna, katta oyna qo'yganmiz. Katta oynadan yana mayda oynachani ham joylashtirganmiz ichiga. Mana azomatchilar ko'ramiz. O'zlaringiz bahoni berasizlar. Yana bitta narsa aytib o'tib ketmasak bo'lmaydi. Darvozaxona lyustra joy, ha, to'g'rimi? Lyustra joy mana 4 burchak. Endi shu narsani ayvonga ham to'g'rilaganmiz. Ikki liniyasi bir xilda chiqqan. Mana bu lyustra joy bilan u lyustra joy urovinda bir xil santimetr qochmagan. Bu narsani hamma taraf hisobga olingan. Bu taraf mana kubikcha. Misol 1,5 ta o'rtaga kelgan, bu taraf ham 1,5 ta o'rtasiga kelgan azonachi. Hamma tarafni kubikchani o'rtasiga to'g'rilab chiqqanmiz. Mana bu liniya bir xil. Ikki lyustra joyi ham bir xilda chiqqan mana bu ham. Bu ham. Azonachilar mana ko'rsatib o'tdik. Endi mana bu lisa trikka mana shuncha plastiklarni buzib, darvozaxona ham plastik edi. Plastikni buzib, tunikafon qilib berganmiz azonachilar. Uyda egasiga mana shu fasondagi tunikafon qilib berganmiz. Azonachilar endi narx-navoga endi eng asosiy narsaga kelamiz. Ya'ni nima? Eng asosiy narsa har doim narx-navoga kelib taqaladi. Narx-navo 135 ming so'mdan 1 kvadrat tunikaga. Azonachilar e'tibor qilamiz. 1 kvadrat tunikaga 135 ming so'mdan hamma narsasi ichida. 1 kvadrat tunikaga ishlatadigan rika, samaris, kelli, lisa, pisa, ustonovka hammasi ichiga kiradi. Mana lisayu hamma narsa bo'ladi. Azonachilar ko'pchilik tushunmayapti. 1 kvadrat joyga, misol joyning kvadratiga qancha tunika ketadi. Bu narsani endi bitta narsa aytib o'tayin. 1 kvadrat joyimizga 1,5 kvadratdan boshlanadi, 3 kvadratgacha tunikam ketadi. Bu fasonga qarab. Fason qancha chiroyli bo'laversa, shuncha ko'p tunikam ketaveradi. Chiroyli bo'lish uchun tunikada chunki qayrilish ko'payib ketaveradi azonachilar. 1 kvadrat tunika misol qayriladi, bukiladi, plintus bo'ladi, do'ppicha bo'ladi, har xil narsa bo'ladi-da. Shuni evaziga chiroyli bo'lib ketgani uchun rasxod ko'payib ketaveradi. Bu misol sizda 1 kvadrat joyingizga 2 kvadrat tunika ketadi. Misol o'rtacha fasonda. Ana shu narsaga e'tibor qilamiz. 1 kvadrat tunikaga 135 ming so'mdan berasiz azonachilar. Azonachilar bu ishimiz o'zimizda Pazdarg'om tumani Do'stlikdagi Nayman, ya'ni Charxinda o'tganda Samarqandga yetmasi, Samarqand bilan chegara Do'stlik mahallasida bitgan azonachilar. Polni malochni shokoladni rang bo'lgan azonachilar. Bitta narsa har doim aytib o'tib ketyapman. Uyda chiroyiga tunikafon qanchalar chiroyli qilyapti. Nulovkasini ko'rdilaringiz. Nulovkadan keyin mana buni ko'ryapsizlar azonachilar. Usta tanlashda adashmangizlar. Har doim aloqadamiz. Kommentariy qilasiz. Ayamaymiz. Boyagi
Samar Muydinov aytgandek tirs deydi-ku. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar arzona. Assalomu alaykum aziz obunachilar, hamma yaxshimi? Yaxshi ishlab yotibmi? Mana bugun Pazdorg'um tumani Sharob Rashidovdagi Ruslan akaning xonadonini chiroyli fasonda qilib tugatganmiz, darvozaxonalarini. Mana o'zlaringiz ishni ko'rasizlar, bahoni berasizlar, maloshni, shokoladni ranglardan foydalanganmiz. Kelingizlar. Mana hozir trenddagi ishimiz, ochiqcha gap, juda trenddagi ishimiz shu ketyapti hozir. Juda chiroyli, skromniy variantda bo'lgan. Katta tiyachni flintslardan foydalanganmiz, kapalakchalar har doimgidek juda chiroyli, skromniy variantda bo'lgan. O'rtaga darvozaxona 5 metrga 8,5 metrli darvozaxonaga juda chiroyli variantda o'rtaga bitta 4 tal oynadan foydalanganmiz. Yorug' bo'lish uchun 5 ta plafonlar qo'yilgan. Bitta narsa, mana bu narsani aytib o'tib ketdik. Darvozaxonani orqa tarafi darvozaxonaga tushib ochilib qolgan edi. Bunday sindirib o'tib ketmoqdagini polni shokoladni qilib, plintsni bir xil o'tkazib, chiroyli qilib manaki qilib berdik. Atkozday qilib chiqarib berdik shokoladni buni. Aziz obunachilar, narxiga keladigan bo'lsak, endi narx-navosini aytadigan bo'lsak, 1 kvadrat tunikaga 135 ming so'mdan bo'lgan maloshni rang, shokoladni rangdan foydalanganmiz. Karniz plintis, xullas hammasi juda chiroyli, skromniy variantda bu. Akfa tarafda ham mana qo'ldan kelgancha chiroyli qilib berganmiz, aziz obunachilar. Xullas hozir bu trenddagi fasonimiz bo'lyapti. Sizlarga ham shunday ishlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasiz.